Wi-Fi UPS da hozir men sizlarga Wi-Fi routerga ulanish tartibini yana bir bor tushuntirib o'taman. Ko'rib turibsizlar, Wi-Fi router rozetkada suqilib turgan Wi-Fi routerda blok kanalidan kelayotgan kabel suqilib turibdi, ko'rib turibsizlar. Bu ikkinchi kabel shisha tola kabeli ko'chaga chiqib ketyapti. Jipon router Ustelecomniki ulanish tartibi qanday? Shu rozetkadan kelayotgan shtekli kabel Wi-Fi routerdan uziladi. Bir 80%, 90% Wi-Fi routerlardagi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Shtekeri, ko'rib turibsizlar. Wi-Fi routerdan uzgan shtekirlaringni UPS da mana shunaqa qora joyi bor, mana shu joyga ulanadi. Ulanganda o'zi mana bu joyda qizil svet yonadi. Bu zaryad olayotganini bildiradi. Zaryad bo'lgandan keyin bu svet o'chib qoladi. Endi UPS dan chiqqan bir qarich kabel shtekirni Wi-Fi routerga ulab qo'yiladi, bo'ldi. Bir marta ulab qo'ysalaring bo'ldi. Har doim ulanib turaveradi. Hech narsa bo'lmaydi. Ichida BMS plata bor. Akkumulyatorlari zaryad bo'lgandan keyin uzib qo'yadi. Svet o'tsa ham Wi-Fi router o'chib qolmaydi, ishlab turaveradi. Hozir bu 5 soatligi, 8 soatligi bor, 11 soatligi, 14 soatligi bor. Svet kelgan paytda buning ichidagi sarflangan tok shu blok pitaniyani hisobiga zaryad olib turaveradi, primoy o'tib ketaveradi. Uzilish bo'lmaydi, umuman svet yonsa ham, o'tsa ham har doim ulanib turaveradi. Kimga shunaqa Wi-Fi UPSlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu описаниедagi telefon raqamiga bemalol telefon qilaverasizlar. Agar telefonlaringiz ko'tarilmay qolsa, Telegramdan bemalol yozib qoldirsalar, albatta javob qaytaraman. O'zbekistonning hamma joyiga dastavka bor. BTS orqali, USPOS orqali bemalol telefon qilaverasizlar.